Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha ushbu Al-Xorazmiy kompaniyasida avtobusimiz Toshkentga qarab yo'lga chiqyapti. Mana ukalarimiz ketyapti. Uka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Uka, yaxshimisiz? Yaxshi ketyapsizmi? Avtobuslar yoqdimi? Avtobuslar yaxshi. Qulayliklari joyidami? Yaxshimi? Qulayliklar hamma qulaylik. Samagilarni hamyon bor. Hamyon bor. Bugun keldingiz, bugun ketyapsiz. Hozir keldik mana 15 minut bo'ldi. Xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapmiz. Avtobus yoqdi samagilarni. Zaradni ustroystvo ham yo'q joyida. Vatandoshlarga nima deb tavsiya qilasiz? Vatandoshlarga kelinglar, osongina ketinglar mana, ishonarli. Aldov yo'q. Nima gap bo'lsa shu videolarda o'shanday holatda. Aka-ukalar, mana o'zingizlar ko'rib turganinglardek akamiz ketyapti yo'lga chiqib Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha Al-Xorazmiy kompaniyasining avtobusi xudo xolasa bugun Moskvadan Toshkentga qarab yo'lga chiqyapti. Kimdan kim ketadigan bo'lsa ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qila olasizlar. Allohdan adashmanglar. Kanalimizga obuna bo'lib bittadan layk bosib qo'yamiz. Bittadan chimadan palojna 50 kg 60 kg, bittadan ryukzak palojna har bitta odam.